Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, xayrli kun, xayrli tong, hammangizga yana bir bor assalomu alaykum deyman. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'lgan velo sayohatimizning 14-kuni azizlar, mana bugun ko'rib turganingizdek Kamina Javlonbek Olimovich. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek soppa sog'man, hammasi yaxshi alhamdulillah, yaxshi dam olib, saftirikchalarda qolib, mana Xudo xolasa yo'lga yana davom etamiz. Bu qayerga yetibdi, qayerda ekan deganlar. Patmas va Naginskdan o'tgandan keyin Elektroskiga qarab ketayotganda mana o'ng tomonda M7 yo'nalishi bo'yicha gastnitsa bor ekan. O'sha gastnitsada dam oldim va yo'lni harakatlanishga davom etaman. Azizlar, menga shunchalik laykni bosib, kommentariy yozib, yaqinlarga ulashayotganlarga hammaga kattakon rahmat. O'z vaqtida duo qilib turganlarga alohida rahmat. Duo qilib turgan duogo'ylarim, iltimos sizlardan bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Yo'lda ko'ryapsizlar, yordam qo'lini cho'zib, choyga, suvga deb boshqa qilib shunaqa yordam berayotganlarda обязательно alohida duo qilib qo'yinglar. Iltimos sizlardan har bitta videomni ko'rganlaringizda Alloh o'zi rozi bo'lsin hammamizdan. Bunaqa insonlarni kamdan kam uchratish mumkin deyish mumkin hamma. Yo'q, lekin mana O'zbekiston bayrog'i, yurtimiz ramzi bayrog'ini ko'rib, hammasi to'xtab, nima xizmat, nima yordam qo'ldan kelgancha mana shunaqa qilib hayratda lol qoldiryapti. Azizlar, iltimoslardan shu insonlarni ham musulmonlarga misol uchun bir-biriga yordam qilishib, bunaqa men to'g'risi hayron qoldim. Gap yo'q, ishoninglar, gap yo'q. Har 10 metr, 20 metr yursangiz to'xtab boryapti bir xil joylarda. Misol uchun iltimoslardan duo qilib qo'yinglar. O'sha akalarda ham, ukalarda ham misol uchun yo'lda hol so'rab to'xtaganlar hammasini. Said. Assalomu alaykum, xayrli kun. Aziz obunachilar. Yo'l qurilishi ketayotgan ekan. O'rmon. Tabiat qaranglar buni. Mana o'tiradigan joy. Qilib chiroyli qilib qo'yibdi. O'rmon vobshe klass. Ishonaveringlar, mana qaranglar. Inshaalloh. Bu yoqda ko'prik qurilishi davom etayotgan ekan. Shu yerdan hozir bir amallab tushib oldim anzi. Mana Kamina Javlonbek Olimovich azizlar. Yaqin bo'lsa like, kommentariy tutaman. Videolarni o'z yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar iltimoslardan. Olg'a. Siz qayerdan aka? Boysun rayon Darbandan. Boysun rayon Darban. Ismingiz? Isroil. Isroil aka. Javlonbek, men Sardor tumandanman, Sirdaryo viloyati, Sardor tuman aka. Nima xizmat? Xizmat yaxshi aka, hammasi zo'r aka, alhamdulillah. Shuhda ko'rishganingiz o'zi katta xizmat aka. Surxondaryoliklarni eshitamiz, mana Boysun. Kamiz katta yo'lda mana. Menimcha o'qiylar. Mashina kelyapti, hozir bosib ketadi. Hayt orqangga. Mana qaranglar. Qanaqa e'lon kimdir bilsa, kommentariyaga yozib boringlar. Hayt mashinalar. Hayt chekil. O'zingga kelasan. Bu hapo bu yoqda topdi o'zicha. Bu yoqqa o't, inson bu yoqqa. Inson debman uzr. O'qiylarmi shunda bu yoq qo'l boringlarmi? Qanaqa e'lon kirdilardi? Yo'q, qo'l boringlar. Xayrli kun aziz obunachilar. Javlonbek Olimovich biroz oyoqqa dam berib peshkom yurib mana bunaqa joyda ozroq shovqinsiz boshqasiz to'xtadi azizlar. Ayb qilib yuribsizlar aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Qaranglar, nima deyapti bu? Bepoyon, naryoqlar o'rmon. O'rmonlar, daraxtlar. Keyin yaylovda qaranglar. Keyin yaylovlar. Biz
O'zani chorvalar bizda o'zimizdagi O'zbekistondagi chorvalar qanchalik bu narsaga anaqa nima deydi? Zorda mana qaranglar, mana shunaqa joylarda chorva qo'y mollari ko'p. Insonlar mana shunaqa joylarda boqib, daraxtlar soyasida bu yoqlarda kichikroq qozonchani olib kelib olib, kartoshka, piyozlarni solib, mayovkachani qilib, qo'ylarni boqib, mollarni boqib yursa bo'ladigan joylarmi yo'qmi? Sokin mana yengil shabada esib turibdi azizlar. Mana qaranglar. Inshaalloh. Alloh yaratgan mo'jizasini qaranglar. Alhamdulillah. Mana tabiat qaranglar, tabiat. Yoqqan bo'lsa like-dan bosib, kommentariyalarni yozib, kamida olovchalarni bosib, yaqinlarga ulashib qo'yinglar azizlar. Kattakon rahmat. Sizlar qanchalik xursand bo'lib, kayfiyatlaringiz ko'tarilsa, mana shunaqa joylarni ko'rib, bilib, o'zlaringiz bir ozgina bo'lsa-da mana shu joylarda his qilayotgan bo'lsangiz, men juda ham xursandman azizlar.